Hürmetli vatandaş. Hazır bir cümle haber gelişten bunu silah yetkizgüçü aldırap. Keçilep sözler vatandaş. Bugün çislak işkemeğin 24. yıl 6. ayının 4. yak erteki ise olsak 5. günü. Liksiyede Sıdığa Cüroza, Washington'da sözleyimiz. Bu haber kanda haber desiniz, bir cümle haber. Bunu Ümit Sadası berdi bu haberini. Eğer şu hatalaşmağalı bolsa, ben tercümede hatalaşmadım. Xitay til Ümit Sadası Xitay til programı hem de umu obzorçılarının qatardık hazır. Cengi var işlevatkan bir video film. Torbiti değil vatandaş mı da? Uruş derhal partlaydı. Ukrayna armiyası uzun musabıqı etiladigan zembrek bilen Rusya territoriyasi hücum qildi. 300 ming kishilik Amerika armiyasi oldingi safga o'rinlashtirildi. Tekrar bir o'qib o'tay vatandaş. Urush derhal partlaydi. Ukrayna armiyasi uzun musabıqı etiladigan zembrek bilen Rusya territoriyasi hücum qildi. 300 ming kishilik Amerika armiyasi oldingi safga o'rinlashtirildi. Prezident Joe Biden Jungo'ga agahlantirish berib, Tayvanni qurolli kuch bilan qo'g'daymiz dedi. Ümit Sadası TV 6. ayının 5. günü YouTube. 27 yeni bir haber. 27 yürüyüşlük Amerika harbiy sanoat şirketleri Tayvan'a yetib geldi. Yeni Tanlıklar Televiziyası 6. ayının 4. günü YouTube. Endi sizge şunun ulapla yetib kelgen bu haberini yani yetkizeyli. Endi bu haberge dikkat kılın. Yukarıda 300 ming kishilik Amerika armiyasi Ukrayna Rossiyasi Rossiyanın oldingi Ukrayna oldingi safga Rossiyaga qarshi oldingi safga o'rinlashtirildi. Dongjen popoza qilib edi, hech narsaga dal bo'lmadi. Prezident Joe Biden ziyorat qabul qilganda asosli nuqtalarni mundaq ko'rsatdi. Mavzuli xabar 6. ayının 4. gün Tayvan merkezi agentliği e'lon qilindi. Dongjen Jungo Kompartiyasi Devlet Müdafiə Ministeri Dongjen. Bu yakında 5. ayda müşahedeci 2-3 gün burma Singapur, Shangri-La Devlet Müdafiə Ministerleri katnaşkan yığını katnaştı. Bu kişinin bu kıtımkı pozisiyası asası cihetini etkanı kopal. Fakat ilmilik yok da endi bir Devlet Müdafiə Ministerinde buluş tegişlik salayet yok degenge. Şunun ulan bu Amerika Qo'shma Shtatlarının Devlet Müdafiə Ministeri Avustin bilen terkeşdimi, takallaşdimi. Aynı vaqtda kelmegen bu haberler endi kayni yetib kelyapti. Hazır şu Dongjen neme deydi? Popoza qildi. Amerikaga va shu yig'in qatnashgan barliq Devlet Müdafiə Ministerlariga degidek popoza qildi, lekin hech narsaga dal bo'la olmadi. Amerika Qo'shma Shtatlar Prezident Joe Biden Dever jurnali muxbirining ziyoratini qabul qilganini mundaq ko'rsatdi. Men Amerikaning qurolli kuchlarini ishlatib Tayvanni qo'g'dash mumkinligini chetga qoqmayman. Bundan burun Prezident Joe Biden Tayvanni qo'g'dash uchun askar chiqaradiganligi to'g'risida 4 qatam ifoda bildirgan edi. Buralardan tartibda shu vazifaga o'tirgan kundan boshlab muxbir savol qo'ydi. Jungo Tayvanga hujum qilgan ahvol ostida Amerika armiyasini Tayvanga o'rinlashtirish mumkinmi? Prezident Joe Biden bunday javob berdi. Amerika armiyasi ishga selishni chetga qoqmaymiz. Amerika Qo'shma Shtatlar Prezidenti Joe Biden Jungo iqtisodi gumron bo'lishdan girvigida turyapti. Bir yo'l, bir belbog' tashabbusi kishini bezor qiladigan tashabbusdir deb ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlar Prezidenti Joe Biden Dever jurnalida e'lon qilingan maxsus ziyorat maqolasida
Cungo'nun özüksüz çöküp ketayotgan iqtisodiy kuchi ve yer-shariy ta'sir ko'rsatish kuchi jihatda ko'z qarashlarini qo'yib o'tdi. Munda ko'rsatdi. Jungo iqtisodi hozir gumron bo'lishning girvigida turyotidi. Bir yo'l, bir belbog' tashabbusi kishini bezor qiladi deb ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden 5-oyning 28-kuni Oqsaroyda Davr jurnali Washington sho'basining boshlig'i Massive Calabre ve bu jurnalning bosh tahriri Sam Jacob'ning ziyoratini qabul qildi. Ziyorat jarayonida Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden cho'kib ketayotgan Jungo iqtisodini ko'rib yetdi. Va mundaq dedi, har kishi Jungo iqtisodi to'g'risida gap qilyotdi. Amaliyotda Jungoning iqtisodiy gumron bo'lishning garavagiga yetib keldi. Diqqat vatandosh, buni Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden deyotdi. Jungo iqtisodiy gumron bo'lishning garavagiga yetib keldi. Biz necha zamondan beri obzorchilar mundaq dedik, iqtisodshunoslar mundaq dedik. Jungoda uy imorat iqtisodiy gumron bo'ldi dedik ve oxiri qismida tunugillatin umumiylik holda uy imorat iqtisodiy gumron bo'lish kirdi dedik. Bank sistemasi to'g'risida so'zildik vatandoshim. Endi bular so'zlashlar bu obzorchilarning ve mendek odamning so'zlashlari. Bu nuqtaga diqqat qiling. Hozir endi bir davlat Amerika Qo'shma Shtatlarining Xudoyim prezidenti Joe Biden o'zi chiqib hozir bu Davr jurnali muxbirining tahririning ziyoratini qabul qilganda nima dedi? Jungo iqtisodi hozir gumron bo'lishning garavagiga kelib qoldi. Vatandosh, bu so'zning ma'nosi birli iqtisod sohasi to'xtalayotganlik gap emas. Tushundingizmi? Hozir bu so'zning ma'nosida Jungo kompartiyasining istiqboli ve onun qo'l ostidagi hukumat, Jungo hukumatining istiqboli ve Jungo degan mush davlatning iqtisodga bog'liq istiqboli ve yana siyosatga bog'liq istiqboli, mushularning hammasi prezident Joe Bidenning mushu so'zining ichida. Yani Jungo iqtisodi hozir gumron bo'lish garavagiga yetib keldi. Vatandaş, Prezident Joe Biden'ning bu so'zining ma'nosi biz shunchalik tahlil qilaylik, nihoyatda inchka, nihoyatda nozik, ya'ni diqqat qiling, boshqa tarafga kengaytib tahlil qilmaylik vatandosh. Bu so'zning o'zini, bu so'z ma'nosida to'xtab qolaylik. Prezident Joe Biden Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Jungoning iqtisodiy gumron bo'lish garavagiga yetib keldi deb ko'rsatdi. Davr jurnalida ve muxbirlarning ziyoratini qabul qilganda. Prezident Joe Biden o'zi savol qo'yib, o'zi javob berdi. Ularning iqtisodiy jo'sh urib rivojlanyapti. Yani ularning deganda Jungoning iqtisodiy jo'sh urib rivojlanyapti. Bo'ldilar. Undaq demayli qo'y. Jungoning iqtisodiy jo'sh urib rivojlanyapti. Prezident Joe Biden o'zi savol qo'ydi. Uning kayinda dediki, bo'ldilar. Undaq demayli qo'y. Prezident Joe Biden bir yo'l, bir belbog' tashabbusining davomlashadigan ta'siridan gumon qiladiganligini bildirdi. Yani davomlashmaydi, tugidi, yo'lda to'xtab qoldi degan gap. Deganligini bildirdi. Bir yo'l, bir belbog' tashabbusi kishini bezor qiladigan, allaqachon mag'lub bo'lgan tashabbus bo'lib qoldi deb ko'rsatdi Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden. Qarab bakinglar, Jungo
Bu siyaset bilen qayerda ta'sir paydo qila oladi? Ya'ni bir yo'l, bir belbog' siyosati bilan Jungo dunyoning qaysi yerida, jahonning qaysi tarafida o'ziga xos holda ta'sir paydo qila oladi? Yo'q. Tuningen do'st Pakistanning Gwadar portini aytib Gongzishin obzorchi dedi Gwadar porti bayram bo'ldi. Qurilish to'xtab qoldi dedi. Qarab bakinglar, Afrikada nima ish yuz berdi? Masalan, tuningen dedik, Afrikada 36 davlat birlashib harbiy manevr qilib, Afrikadan Rossiyani va Jungoni qo'g'lab chiqarishni qaror qildi dedik. Shunami? Hozir prezident Joe Biden da'vatida qarab bakinglar. Afrikada nima ish yuz berdi? Biron bu tashabbusni, ya'ni bir yo'l, bir belbog' tashabbusini prezident Joe Biden qarz va sirtmoq deb hukmlashtirgan edi va shunday aytgan edi. Bir yo'l, bir belbog', bu siyosat, bu tashabbus, qarz va sirtmoq. Qarz berman, anan keyinda sirtmoq salaman. Sirtmoq bilan bo'g'ib tashlayman har qanday davlatni. Agar mushu kiradiganlar bo'lsa, tashabbusga qo'shiladiganlar bo'lsa, qo'shib olib turib, anandagi qarzga bo'g'ib tashlayman, anandagi sirtmoq salaman. Ya'ni qarz bilan sirtmoq salaman. Buni prezident Joe Biden tasvirlab nima dedi? Qarz va sirtmoq tashabbusidir. Amerika, Yevropa ittifoqi Amerikaga mablag' solishni kuchaytirdi, Afrikaga mablag' solishni kuchaytirdi. Dedik-ku, hozir Yevropa ittifoqi bilan Amerika Qo'shma Shtatlari degidek birlashib degidek Afrikaga mablag' soldi. Endi bu yerda Afrikadan Jungoni va Rossiyani qo'g'lab chiqarish zaruriyati tug'ildi. Afrika bilan Yevropa Amerika munosabatini mustahkamladi. Demak, Afrika qaytib keldi degan gap vatandosh. Hozir Jungo mustamlika qilmoqchi edi, Rossiya mustamlika qilmoqchi edi. Bugun Afrika g'arb dunyosiga, Amerika Yevropaning qo'liga qaytib keldi degan gap vatandosh. Jungoning Afrika qit'asiga singib kirishini chekladi. Mana tugadi kiramidan ham Afrikadan chiqdi. Bunda gap ko'rdingizmi vatandosh? O'tgan yili yangi Dehlida chaqirilgan 5-oyning 9-kuni o'tgan yili chaqirilgan 20 davlat yig'inida Amerika Hindiston bilan hamkorlashib, Hindiston O'rta Sharq Yevropa iqtisod koridori. Tushungan dedik-ku? Hindiston O'rta Sharq Yevropa iqtisod koridori. Mana bu temir yo'l va boshqa munosabatlik. Arabiston bor buning ichida. Amerika Hindiston bilan hamkorlashib, Hindiston O'rta Sharq Yevropa iqtisod koridori. Uni o'tirib qo'ydi. Bu bir yo'l, bir belbog' degan tashabbusni qo'rshovga ilish va chekiqishdan iborat edi. Bugun sizlarga yetkazgan jiddiy xabarimiz mana shu. Oxirida mani yana bir takrorlab o'tay, diqqat qiling vatandosh. Urush darhol portlaydi. Dash. Ukraina armiyasi uzun musobaqa etiladigan zambirak bilan Rossiya territoriyasiga hujum qildi. 300 ming kishilik Amerika armiyasi oldingi safga o'rinlashtirildi. Prezident Joe Biden Jungoga ogohlantirish berib, Tayvanni qurolli kuch bilan qo'g'daymiz dedi. Umid Sadosi TV 6-oyning 5-kuni yutdi. Do'stim, vatandoshim, siz biz anglab kelayotgan, siz biz so'zlab kelayotgan ish mana shu yerga kelib to'xtadi, vatandoshim. Mayli shuning munosabatlik bo'lsin yoki bo'lmasin, endi hozir Jungoga yuqoriga ogohlantirish berildi. Shuningga deganda Ukraina Rossiya urushiga munosabatlik bo'lsin, bo'lmasin, Jungoga yuqoriga ogohlantirish berildi. Agarda shunday bir ish yuz berib, hozir biz aldirab eg'izdan chiqarmay turaylik, Rossiya uzul kesel halok bo'ladigan bo'lsa, bu Rossiyaning halokati emas. Bugungi kunda Rossiyaning halokati emas, bugungi kunda Rossiyaga harbiy, iqtisodiy va bank tarmoq birligi asosida yordam berayotgan Jungo Kompartiyasining halok bo'lishidir deb
Xulasa, chiqiring, hurmatli vatandosh.